Assalomu alaykum hurmatli obunachilar, qadrli baland qadrdonlarim. Mana bugun biz Sherobod tumanida Cho'nchi mahalla sport arenasida bo'lib o'tayotgan, boshlanishiga ozroq fursat qolgan O'zbekiston Respublikasi Ichki ishlar vazirligi Madaniyat saroyining ashula va raqs konsert dasturiga tashrif buyurdik. Tez orada, tez soatlar ichida boshlanib qolish arafasida mehmonlarni kutib turibdi. Konsert davomida sizlarga yaxshi kayfiyat ulashib, yaxshi kadrlar taqdim etishga harakat qilamiz albatta. Video davomida bir-biridan qiziqarli san'atkorlar chiqishi, ajoyib kadrlar kutmoqda. Sizlardan faqat like, podpisatsiya, qo'ng'iroq tugmalarini bosib qo'ysangiz kifoya do'stlar. Assalomu alaykum hurmatli Zafarlik media kanalining obunachilari. Mana bugun Sherobodda ajoyib konsert dasturi bo'lyapti. Ichki ishlar vazirligining konserti. Bu konsertga poytaxtimiz Toshkent shahridan Avaz Oxon, qolaversa bir qator san'atkorlar tashrif buyurishi kutilmoqda. Zafar media kanalini kuzatishda davom eting. Sheroboddan ajoyib roliklar obraz Zafar aka. Assalomu alaykum. Sherobod ahlimiz. Mana bugun Ichki ishlar vazirligi, Madaniyat vazirligining dasturi bo'lmoqda. Toshkentimizdan, respublikamizdan bir qancha san'atkorlarimiz kelyapti. Shunda live Avaz Oxon, Aqto'da yana san'atkorlarimiz. Bu yerda bayram mehmonlaridan biri O'tkir Muhammadxo'jayevni ko'rib turibmiz. Aziz yurtdoshlar, aziz vatandoshlar, Sherobodliklar, angorliklar, barchangizni Ichki ishlar vazirligi ashula va raqs ansamblining konsert dasturida ko'rib turganimizdan benihoyat xursandmiz. Ko'pchilik guruh konsert dasturimizga xush kelibsizlar. Assalomu alaykum Sherobod. Привет. Assalomu alaykum hammaga otaxonlarimiz, onaxonlarimiz. Ertamatdan qimmatli vaqtlarda emasdan o'yingohga tashrif buyurgan Toshkentdan san'atkorlar kelar ekan, Ichki ishlar vazirligi ashura asosasida kelar ekan deb qimmatli vaqtlarda emasdan kelgan hamma yurtdoshlarimizga katta rahmat aytamiz. Xush kelibsizlar. Qadrlilarga hasanotlarimiz. Har yil bahorda butun respublikamiz bo'ylab mana shunday xayriya konsertlarni taqdim etadi. Mana endi oradan bir yil o'tib, aprel oyida bahoriy kayfiyatda bayramlarni o'tkazib, yana sizlarning huzuringizga yetib keldik. Yetkazganiga shukr, bugun sizga xizmatingizda bo'lamiz. Kelganlar kelib joyiga joylashib, biz esa asta-sekin konsertimizni boshlab boramiz. To'g'rimi, kutib nima qildik? Maqsadda mana shunday xayriya konsertlarni tashkillashtirgan. Maqsadimiz sizlarga ko'tarinki kayfiyat ulashish. Chunki ichki ishlar organlari xodimlari nafaqat xalqimizning tinchligini saqlashda xizmat qilishyapti. Xalqimizga mana shunday madaniy xotir chiqarishlarda ham faol xizmat qilishar ekan. Azlar mana shu Surxondaryoda xalqimizning tinchligi yo'lida xizmat qilayotgan ichki ishlar xodimlariga ham chiroyli bugun biroz qarsaklarni ayamizlar degan umiddamiz. Mana ijozatingiz bilan bugungi o'yingohga belgilangan konsertimizni boshlaymiz. Bugun konsertimizni boshlovchisi mana ko'rib turganingizdek, xalqimizning sevimli san'atkor, O'zbekiston Respublikasida xizmat ko'rsatgan artist, teatr va kino aktyori,
seriallarda, kinolarda otalar rolini qoyilmaqom qilib o'ynaydigan ajoyib san'atkor. 3 ta farzandni otasi. Bitta xotin deydi. 3 kun tillay buni Sherobodni mehmoni. Rahmat, salomat bo'linglar. Mahalla kanalda ota degan serial ketyapti, ko'ryapsizlar, ko'zinglar tushdim mabodo. Shu yerda ikkita xotin bo'ladi-da, shuning uchun bitta xotin yerda aytib qo'yapti, ikkita xotin bo'lmasin deb. Juda ham chiroyli tanishlar. Bu insonni ham taniysizlar, ha? Yer tarafdan salom ko'rsatuvning eng zo'r boshlovchisi, ajoyib aktyor. Ichki ishlar xodimi, hatto ko'ring bu odam. Hattoda bor, jahlimiz chiqsa hamma bo'lib qo'yadi. O'tkir tergovni ham ko'ryapsizlarmi? Ko'rayotganlar bir qarsak bo'lsin. Juda ajoyib ko'rsatuv. Shu ko'rsatuvni ham muallifi, ham boshlovchisi. Shuhrat medali sohibi. Bu inson ham juda ham oilaparvar insonlar. Bular ham 3 ta farzandning otasi, hamda 2 ta. Ha. Nima bo'ldi? O'ziga Sherobodning ayollari apasmi? Yo'qmi? Hozir Toshkentga telefon qilsam shuncha hovlish boshlab keladi. Gapirmang. Buyur, konsertni boshlang. Aytmayman ota. Aytuvering deydi. Ayting-ku. Siz konsert ko'rgani keldingizmi? Meni oilamni buzgani keldingizmi? Aytingmi? Aytaman, shopalarimdan bilsin deb. 2 ta farzandning otasi, 2 ta nabirani bobosi. Ha, siz nima o'yladingiz? Hozir xotin ikkita deysizmi? O'rib ketdi. O'zingizga borchi. Yo, biz xotinga qarshimiz. Nasıl? Xullas ajoyib inson O'tkir Muhammadxo'jayev. Qarsinglar. Rahmat, salomat. O'tkir akam bilan birgalikda Xudo xohlasa konsert dasturini boshqarib boramiz. Bugun kelganinglarga afsuslanmaysizlar. Kelmaganlar afsuslanadi. Chunki bugun ajoyib san'atkorlarimiz, xalqimizning sevimli san'atkorlari, estradamizning yorqin yulduzlari, so'z ustalari bugun sizlarni xonandasi, ham ichki ishlar xodimasi Mashhuraxon Ergashevni chiroyli qarsagida bilan sizlarni huzurlarga taklif etmoqchiman. O'zi ham go'zal, go'zal. Mashhura Ergasheva. Yaxshi o'tiribsizlarmi? Issiq yo'qmi? Qaysi tomonda o'yin, qaysi olqish bo'lsa, o'sha tomonda qo'shiq aytaman. O'ng tomon, chap tomon va shu zo'r. Chap tomon. Davom etamiz, qani ketdi. Sherobodda ham hammaga telefon bormi? Telefonsiz odam yo'q, ha? Kimda yo'q telefon, qo'lini ko'tarsin. Ayollar. Kimda telefon yo'q? Shu telefon o'ylab chiqargan odamni oyisini qidirib yuribman demak. Ko'rsam peshonasidan o'qib qo'yaman, baraka topib. Telefon hammaga kerak. Telefonsiz hozir hayot yo'q. Internetda shunaqa yaxshi narsalar bor. Internetda kecha boshimizni ko'tarib tomosha qilamiz.
San'atkorlar ham hayotini hammasini internetdan tomosha qilib o'tiradi bizning muxlislarimiz. Qayerga bordi, nima yedi, nima ichdi, kimni xotini, kimni nechta bolasi bor, kimni bolasi kimdan, hammasini internetdan bilib o'tiramiz. Yaxshi narsalarni o'rganish kerak. Mana ichimizda o'quvchilarimiz, o'g'il qizlarimiz o'tirishdi. Internetdan kerakli narsa uchun foydalansak, bu ustiga a'lo nur bo'ladi. Biz sizni huzuringizga ana shunday internetlarda faol bo'lgan yana bir ajoyib san'atkor, Nihol davlat mukofoti sovrindori, ham xodim, ham ijodkor Farhodbek Hamborovni qarsaklaringiz ostida taklif qilamiz. O'zining shaxsiy repertuariga chiroyli qo'shiqlarini sizga taqdim etadi. Marhamat. Assalomu alaykum. Onalarimiz o'tgandan keyin ko'proq qadriga yetar ekanmizda, borligida buncha bilinmas ekan. Yuraverar ekanmiz. Qo'ng'iroq qilsa ham, ona hozir quvolaman, mayli istaydim deb esimizdan chiqib, ancha o'tgan voy onam qiluvdilar deb qo'ng'iroq qilardik. Hozir birov qo'ng'iroq ham qilmaydi. Onang kabi holingdan hech kim hol-ahvol so'ramaydi. Shuning uchun onalarimizdan hayotligida qadriga yetib duosini olaylik. Hovlimizda har bahor onam rayhon ekardi. Tongda turib har safar ularga suv separdi. Shunda go'yo olamni rayhon hidi sitardi. Dimoqlarni chog' etib, dillarni shod etardi. Eyvoh, endi onam yo'q. O'zim rayhon ekarman. Volidamni sog'inib, duv-duv ko'z yosh to'karman. Onam ekkan rayhondan jannatlar bo'yi kelar. Dilimdagi armondan ayrilib kuyi kelar. Men uchun o'z hovlimning bahorlari o'zgacha. Onam ekkan rayhonning ifodalari o'zgacha. Bu dunyoda sog'inch ko'p, ayriliq ko'p, armon ko'p, ammo onam diydorim xumorlari o'zgacha. Dilimdagi nolamdan uchar anduh armonlar, gar men o'tsam dunyodan olam ekar rayhonlar. Hovlimizda har bahor onam rayhon ekardi. Tongda turib har safar ularga suv separdi. Onalarimiz umrlari uzoq bo'lsin. Kimniki onasi hayot bo'lsa, do'ppisni osmonga otsin, duosini olib xizmatini qilsin. Qanday boshqacha kutib oladi. Mana hozir ko'ring mana hozir. Amin. Xullas o'zingizga qanaqa qo'shiqlar bilan kelgan bo'lsangiz, ushbu qo'shiqlar bilan taronlarni davramizni O'ynang onam, jannatim o'ynang. Yana qachon o'ynaysiz? Keling bir o'ynang. Qani ketdik. Marhamat.
uchun rahmat. E'tiboringlar uchun rahmat. Va chiroyli qarsakiylar uchun rahmat. Salomat bo'linglar azizlarimiz. Yaxshi kunlarda diydor ko'rishlik. Sherobodni juda ham yaxshi ko'raman. Tuz qo'llariga borganman. Biz orzu qilamiz bu yo'lga kelishda, lekin sizlar shu yerda yashaysizlar. Iloyim sog' bo'linglar. Salomat bo'linglar. O'tgan akaga bitta qarsak bo'lsin. Nihol davlat mukofoti sovrindori Shahnoza Otaboyeva. Rahmat, avvalo assalomu alaykum hurmatli onajonlar, otalar, akalar, ukalar, opa-singillar, sherobodliklar. Bugun mana shu ajoyib bayramda, ajoyib konsertda sizlar bilan ko'rishganimizdan xursandmiz. Yaxshi keldinglarmi? Salomat bo'linglar, omon bo'linglar. Ko'rishganimizdan xursandmiz. Ko'z tegmasin. Mana oilalar bilan, farzandlar bilan kelishibdi. Bolajonlarimiz mana salomat bo'lsin, omon bo'lsin, ko'z tegmasin. Biz mana yaqinda men Yevropaga politsiya bolani olib qo'yar ekan. Keyin sud bo'lar ekan. Agar sudda siz haqligingizni isbotlab bera olmasangiz, bolani boshqa oilaga beraverar ekan. Qarang, shunaqa ekan, qonun shunaqa ekan. Biz o'zbeklarda ham bo'pti shunaqa holat. Hozir Amerikaga borib ishlab, endi 3-4 so'm pul topib, bolasini maktabga bergan. Endi maktabda shunaqa tarbiya berar ekan. Otang, onang seni urishga haqqi yo'q. Ursa, so'ksa, politsiyaga telefon qil der ekan. Bola endi uni maktabda tushunib olgan, bugun uyda bema'ni video ko'rib o'tirgan ekan telefonda. Otasi uribdi, bema'ni video ko'rsa uradi endi, billa ko'rmaydi-ku. Nima ko'radi? O'zbekda bolajon xalq ko'p ichida topgan pulni advokatga berib, orqasidan 1 oy yugurib, bolasini qaytarib olib, xotiniga aytdi, "Kelinglar" deb O'zbekistonga borib kelamiz debdi. Bolasini chiroyli kiyintirib, aeroportga olib chiqib, samolyotga o'tirgizibdi. Samolyot Amerikadan Toshkentga qo'nguncha chidabdi. Siz tushundinglar? Rosa to'palar. Samolyot qo'ygandan keyin samolyotga bunaqa tirab qo'yadiki, zina. Shu zinadan tepib tushayotganmish-da. Men aytdim, yaxshi ham bolalarni olib ketmoqmiz deb. Aeroportda olib qo'ygan. Biz bolalarni paportga uramiz. To'g'rimi? Bo'lgan ekan ular. Mana shu bolalar ham hozir tashkil kelguncha 2 marta kalta yegan ekan. Masalanda, to'g'rimi? Qo'y bizda oddiy holat bu, bolani urish oddiy holat. Masalan, parkka urib olib chiqadi. Parkka o'ynayotgan olib ketyapti. Yugurma, boshqa to'g'rashda o'zim olib kiraman. Sen ho'kizman, anqayapsan, kechada ko'rmagansan. Bu keyin qo'yisha. U bola hali parkka kirgan yo'q. Hali o'ynagan yo'q, parkdan ham urib olib chiqadi. Chunki biz bolalar mana 5-6 ta kachilaga chiqqandan keyin rahmat dadajon, oyijon, topgazga Xudo baraka bersin, mazza qildik, endi qaytamiz demaydi-da. Mana 10 ta kachilaga chiqarib, shu bittasiga pul yetmay qolsin, mana shu turib oladi. Mana shu. Voy, mana shunchasiga chiqdik, frontiga borib, pul olib keling, yana chiqamiz. Bitta ham chiqma. Yana rafizni keltirib o'qisib yurdi. Hamma chiqib. Jon bola, uyga borib pul olib kelaylik, keyin yana chiqamiz. Kachiramasın. Pul yo'q yapar, tushunasanmi? Buni ko'rsoqda dadang 28 yil so'm pul bergan qaysi biriga yetkazay? Jannat. Bor. Endi otalarimiz-da, ota. Biz masalan Yevropada mana qarang, birinchi o'rinda bolalar, ikkinchi o'rinda ayollar oilada, uchinchi o'rinda it mushuklar. Keyin er turar ekan. Yerda ahvolga qarang, yer mana. Bizda oilaning ustida, oilaning boshi kim? Erkak, ota. Ben mesela kırılırga kirgan bo'lsam, dadamni ko'rsam, ben qo'rqitiraman, cho'chitiraman, dadamni hurmati borda. Qo'yib, dadalarimizni hurmati bor. Mana shunday otalarimiz o'tiribdi, bitta joyga qasam joy qo'ydi. Otalarimizni hurmati bor bizda. To'g'ri nima deydi? Yangi yil kuni dadam, bobom, men uchalamiz 2 shisha aroq ichdik deydi. Otasini aroq ichib turib, shajarlar qalay uzilib ketgan. Aytib, o'g'lingga ham qo'shib olsang, komplet bo'ladi dedi. Endi uncha ichadiganlar otasini ko'rsa, to'g'rilanib qoladi-yu, to'g'rizon tagigacha bir qiyshayib. Shunday to'g'rizonni otsa, ota uxlamagan ekan, karavotda o'tirgan ekan so'rida. O'zini to'playotgan mana shu turgan joyda. Shu turgan joydan Ispaniyaga rajo topdim. O'sha qasam kirib ketyapmiz. Yotib olsam barda berib ketib. Nomard yurishini o'xshatdi, demak kirib to'g'ri. Dadamga bitta salom berib qo'y debdi. Shu kirib ketayotgan joyda dadam alaykum alaykum deb kelyapti debdi. Ota sezib qoldi-yu, nomard ichdingmi? Xonadonimdan payiz barakani o'chirib, tanishtani o'chirib ichdingmi? Nimaga ichding desam ham tushuntirmas. Shöyle endi men dada degan ekan, chaqaloq qilib dada dema debdi. Dada dema. Ben prosta alıyorum, şunchaki dada desa chaqaloq qilib dada dema. Dada dema. Ko'zingni qo'lni qolaman. Dada dema. Ben prosta alıyorum, dada desa chaqaloq qilib dada dema desa, hop. Men prosta Shuhrat aka debdi. Dada zoti Shuhrat aka ekan. Endi masalan, ota 40 minut qarg'ardi. Yana o'tgan darsdan nima o'tganmiz deb qo'yadi.
Men aytay domla, kasobatlardan boshlagansiz. Oxirida odam bo'lmaysan, tugatgan. Shunaqa edi. O'sha yerda ham o'qituvchilarimiz o'tiribdi ekan, o'qituvchilarimiz, ustozlarimiz sog' bo'lsin. Hazrat bir Alisher Navoiy bobomiz aytganlar: "Haq yo'lida kimsaga bir harf o'qitmish, ranj ila aylamoq oson emas. Oning haqqin yuzga." Aziz yurtdoshlar, shu bilan Ichki ishlar vazirligi Ashuraq ansamblining sizlarga bag'ishlangan konsert dasturi asta-sekin o'z nihoyasiga yetib bormoqda. Konsertimizni nihoyasida yaxshi niyatlarimizni sizlarga tilab qolamiz. Yurtimiz tinch bo'lsin, osmonimiz musaffo bo'lsin. Keksalarimiz duo qilishdan to'xtashmasin. Yoshlarimizni o'qish ishlarida muvaffaqiyatlar hech qachon tark etmasin. Eng muhimi yurt tinch, osmonimiz musaffo bo'lsin. Bugungi konsert dasturi davomida qalbingizga ozgina bo'lsa-da quvonch ulasha olgan bo'lsak, biz san'atkorlar o'zimizni behad baxtiyor deb bilamiz. Tashrifinglar uchun yana bir bor kattakon rahmat aytamiz. Kelasi konsertlarda yana ko'rishguncha sog', salomat bo'linglar. Omon bo'linglar aziz yurtdoshlar. Shuning bilan bayram o'z nihoyasiga yetdi. Agar ushbu bayram dasturi sizga yoqqan bo'lsa, ko'nglingizda ozgincha bo'lsa ham joy egallagan bo'lsa, kanalimizga podpisatsiya, like va qo'ng'iroqcha tugmalarini bosib qo'yishni unutmang do'stlar. Sog' salomatlikda didor ko'rishguncha xayr.